Assalomu alaykum YouTube ahli, qalaysizlar, zo'rmisizlar bolalar? Короче, bugun men bir kunlik vlogimni chiqarishga qaror qildim. Vlog o'zi nima degani? Ertalabdan kechqurungacha qiladigan barcha ishlarimni videoga olib sizlarga ko'rsatsam, mana shu vlog degani. Menimcha. Yana bilmadim bolalar. Va albatta hozirgi videoyimda sizlarga yangicha stilda video olib ko'rsatib beraman. Qani unda videoni boshladik. Xo'sh bolalar, mana boshlab oldik. Bismillah deb, albatta. Mana qani ketdik. Kimdan birinchi bo'lib vlog olishni bilaman. Day ketdik. Draconix, qalaysiz jigar, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Yo, assalomu alaykum bro, qalaysiz? Yaxshimisan, jigar? Vafshi xursandman, chunki yangi shaharga ko'chib ketyapmiz-ku. Ishoning, bundan ortiq zo'r narsa yo'q-da, xullas. Jigar, o'zi ham kutib turgan ekansiz. Hozir kelaman bro. Mayli, faqat tezroq chiqing iltimos. Sizdan keyin boshqalar ham bor. Ha, mayli. Xullas kalom bolalar, mana ko'rdinglar, Draconixdan intervyu oldik. Qani ketdik. Boshqalardan ham bitta intervyu olamiz. Yo, bolalar, gap bilan bo'lib mana bu narsani sizlarga ko'rsatib esimdan chiqdi-ku. Mana rasmni qaranglar. Bu, короче, oldingi qishlog'imdan esdaliklar desam adashmagan bo'laman, chunki bu oltin olingan rasm. Mana esa oldingi uyim. Vav, juda chiroyli devorku, yangi yilda kutib olganim. Nostalgiya prosta. Lekin vashchi zo'r chiqdi. Nasib shaharga ko'chib ketyapmiz. Shahardan ham xuddi shunday qilib yangi yilni o'tkazishni niyat qildik bolalar bilan. Endi esa intervyuni MC Sarvar Yetidan olamiz, ya'ni YouTubedan. Yo, Sarvar, zo'rmisan, oshna, yaxshimisan, tinchmisan? Короче, soatlar qanday? Mana yangi shaharga ko'chib ketyapmiz. Yo, yaxshi, rahmat, o'zi yaxshimisiz? Vashshi xursandman borku, chunki yangi shaharga ko'chib ketyapmiz. Yangi shaharda yangi video, yangicha yo'nalish va boshqa shuni o'zi yetadi. Mana bolalar, Sarvardan ham intervyu oldik. Endi esa boshqalardan olamiz, chunki Sarvar ko'p gapirmaydi. Abdulaziz, qalaysan ukam, zo'rmisan? Yaxshimisiz, sizmisiz? Hozir ovqatga o'tirdim-da, o'shanga Shakira intervyu olsa bo'ladimi? Mayli, bemalol ovqatlanib ol. Qoning och qolgan bo'lsa nima, ovqatlanib ol, bemalol. Xo'sh, bu xonada kimlar bor ekan? Craft, nima gap? Tinchmisan, zo'rmisan? Короче, sendan intervyu olsak bo'ladimi yoki sen bir kibrmisan? Yo'q, men hech qanaqangi kibr emasman. Короче, kitob o'qiyapman, ko'rmayapsanmi? Ko'rganmisiz? Qani, kitob aqlli bola, yo bo'lmasa hissiyotlaring gapirib ber, qanday bo'lyapti? Yangi shaharga ko'chib ketyapsan-ku. Vashshi xursandman, Vaktonosga borsak bo'ladi, shahardamiz, yangi yilda o'tkazsak bo'ladi shaharda. Xullas, intervyu berish niyatim yo'q, bor nariyoqqa men kitob o'qiyapman. Vashshi kibr bu. Xo'sh, endi biz yo'q. Uni qaranglar, bu yoqqa. Vashshi borku, uxlab qolibdi bechora. Xullas, bizni boqayotgan mana shuda, vashshi ovqatimiz cho'qib beryapti. Ishoninglar, vashshi agar shu bola bo'lmaganda och yurarmidi, kim biladi. Sen ham intervyu berasanmi? Yo'qmi? Nima qilmoqchisan? Nimaga chalg'itding meni? Nima bu? What? Qanaqa daft? Assalomu alaykum hammaga. MCTM samolyotiga xush kelibsiz. Afsuski meni mikrofonim yo'q, lekin bu hozircha albatta tezroq mikrofon olishga harakat qilaman. Samolyotimiz xuddi katta uydek, deyarli hamma narsasi bor va biz hozir katta samolyotda ketyapmiz. Albatta yetib borganda chiroyli vlog qilamiz. Hurmat bilan Pratius. Voy, bo'la shuni ham bilardim mikrofonim yo'qligini, prosta sizlarga aytmasimda. Xo'p, undan intervyu oldik degan bitta. Abdulaziz, qalaysan, yaxshimisan, zo'rmisan? Mana yangi shaharga ko'chib ketyapmiz. Hissiyotlar qanday, hayajon bormi? Assalomu alaykum Lazizbek. Men yangi shaharga ko'chib ketayotganimizdan juda ham hayajonlanyapman. Mayli Lazizbek, men uxlayman. Juda ham charchadim, bugun og'ir kun o'tdi. Sog' bo'ling. Mayli unda Abdulaziz, yaxshi dam ol. Men ham ketdim. Assalomu alaykum, Sardo'st opa, sizdan intervyu olish esdan chiqdi. Qalaysiz?
yaxshimisiz, zo'rmisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, zo'rmisiz? Ha, hammasi joyida. Kapitan xonasidamanlar. Ha, xonasida. Bemalol kirishingiz Ha, mumkin. rahmat. Xayrli kech. Xullas, vallahi vash kech bo'lib qoldi, borku. Boyna kapitandan video olmoqchi, intervyu olmoqchi edim. Kapitanni vash uyqusi kelyapti ekan. Borib xalaqit bermay dedim. Ha, mayli. Endi men qiladigan ishim, men ham uxlashim kerak endi. Ya'ni hammadan intervyu olib bo'ldim. Endi esa borgandan keyin video olishim mumkin. Xo'sh, svetni asta o'chiramiz va Jakob, uxlasang bo'lmaydimi? Tavba qilsam, kechqurun ham qiz bilan gaplashib o'tiradi. Bo'p, Dragon X'ni olib kelib yotqizib qo'ydim. Barchangizga xayrli tun. Sizlar, san yana qayerdan kelding? Uxlasang bo'lmaydimi? Bor, nariyoqqa borib uxla. Ha, bor, nariyoqqa borib uxla. Bor. Ha, ovqatlanadigan joyga borib uxla. Bor, yo'qol. Xo'p, men ham asta-asta uxlayman. Shaharga borgandan keyin video olishni boshlayman. Barchaga xayrli tun. Men uxladim.